Me'yorida yeyilgan taom ham shifodir degan edi tibb qonunlari asoschisi Ali Abu ibn Sino. Shunday ekan, azizlar, to'g'ri ovqatlanish bizning salomatligimizda muhim o'rin tutadi. Assalomu alaykum. Efirda sog'lom hayot ko'rsatuvi. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida anglaganingizdek to'g'ri ovqatlanish haqida so'z yuritamiz va bizning bu galgi suhbatdoshimiz Salomatlik va strategik rivojlanish institutining sog'lom turmush tarzini shakllantirish boshqarmasi boshlig'i, tibbiyot fanlari nomzodi Firuza Tohirovna bo'ladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Firuza opa, eng avvalo to'g'ri ovqatlanish nima? Uning qanday qoidalari bor? Shular haqida to'xtalib o'tsangiz. To'g'ri ovqatlanish bu o'sha insonga kuch-quvvat beruvchi, uni sog'lom yashashiga, sog'lom faoliyat ko'rsatishiga madad beruvchi ovqatlanish hisoblanadi. Hozirda bu juda muhim ahamiyat kasb etib bormoqda, chunki noto'g'ri, nosog'lom ovqatlanish sababli insonlarda o'sha qorin qo'yish, semizlik, buni oqibatida qandli diabet 2-turi, yurak-qon tomir kasalliklari, o'pkani surunkali obstruktiv kasalligi, hattoki saratonning ayrim turlarini rivojlanish xavfi ortib bormoqda. Eng asosiy tamoyil bu o'sha ovqatlanishda sifat va miqdori. Bilamiz, haddan tashqari ko'p ovqat iste'mol qilish semizlikka sabab bo'ladi, lekin sifati ham juda muhim. Bunda sifatda e'tibor beradigan narsamiz hozirgi zamonaviy oziq-ovqat mahsulotlarida ozuqa tolalari kam bo'lishi mumkin yoki biz ularni yetarli darajada o'sha bu tolalar bor oziq-ovqat mahsulotlarini yetarli darajada iste'mol qilmasligimiz mumkin. Mana eng yorqin misol bu meva va sabzavotlar. Meva va sabzavotlarda ozuqa tolalari bor. Biz agar meva va sabzavotlarni kamida 400 gram iste'mol qilsak, bu bizga yetadi. Buni o'lchash juda oson. Masalan, har bir insonning bitta mushti 80 gramga to'g'ri keladi. Shundan 5 ta musht bu 400 gram. Masalan, bitta olma bo'lishi mumkin, bitta nok bo'lishi mumkin. Qolganlari sabzavot. Sabzavotlarda pishgan bo'ladi, pishmagan bo'ladimi ahamiyati yo'q. Asosiysi agar bu ko'katlar bo'lsa, ko'katlarning bargi qanchalik yirik bo'lsa, shunchalik yaxshi. Nima uchun? Chunki aynan shu yirik bargli ko'katlarda juda foydali narsalar ko'p. Yana oziq-ovqatlar bor. Biz ko'p iste'mol qiladigan narsa, kerak bo'lgan narsa butun donlilar. Afsuski, bizning ratsionimizda butun donlilar iste'moli kamayib ketgan. Unga yorqin misol bizning oq nonimiz. Bilamizki, oq non bu oliy navli undan qilinadi. Ya'ni o'sha donga ishlov berish jarayonida uni po'stlog'i umuman olib tashlanadi. Va shunda o'sha po'stlog'idagi kepak, ya'ni kletchatka, ya'ni o'sha ozuqa tolalari bizning ichimizga tushmaydi. Va bunda iste'mol qilinadigan oq non bizda qonda qand miqdorini keskin darajada oshiradi. Bu narsa keyinchalik bizning 2-3 soatdan keyin yana qornimiz ochib qolishiga sabab bo'ladi. Chunki bizni to'q tutadigan narsa aynan o'sha ozuqa tolalari. Yana e'tibor berish kerak guruch iste'moliga. Biz hozir shunaqa shoshamizki, ovqatimiz tez-tez pishishi kerak. Guruch qanchalik sayqallangan bo'lsa, u tez pishadi, lekin uni po'stlog'i ham olingan va ozuqa tolalari kamayib ketgan. Shuning uchun aynan shunaqa guruchlarni ham iste'mol qilganda qonda qand miqdori keskin oshadi. Shuning uchun biz bunaqa guruch o'rniga qo'ng'ir guruch iste'mol qilishimiz kerak. Buni jigarrang guruch ham deydi. Nimaga? Chunki u hali po'stlog'i olinmagan. To'g'ri, u oq guruchga nisbatan sekinroq pishadi. Uni pishirishdan oldin ozgina ivitib ham qo'yish kerak. Lekin sog'liq tomonidan juda katta foyda. Shuning uchun men tavsiya qilar edim, masalan, agar bug'doy mahsulotlarini yesa, aynan kepakli non iste'mol qilish yoki oliy navli emas, birinchi navli, ikkinchi navli undan qilingan non mahsulotlarini iste'mol qilish va aynan o'sha guruch, jigarrang yoki qo'ng'ir guruch iste'moli sog'liq uchun faqat foyda bo'ladi. Yana bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, umuman mana shu sog'lom ovqatlanish bo'ladimi, sog'lom turmush tarzi bo'ladimi, hamma o'zgarishlarni sekin-astalik bilan hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Keskin o'zgarishlarni bizning psixikamiz uncha tez qabul qilmaydi. Deb odam qo'l siltaydi. Sekin-sekin, masalan, haftada 2-3 marta u guruch iste'mol qilsa,
o'sha bir martasini qo'ng'ir guruchga o'tkazgani ma'qul. Keyin bilasizmi, mana men shunaqa iste'mol qilaman ovqatlarimni va hattoki o'sha kepakli non menga shirinroq tuyuladi oq nonga nisbatan. O'sha qo'ng'ir guruch mazaliroq ko'rinadi oq guruchga nisbatan. Bu mana asosiy ikkinchi tamoyil. Yana biz albatta o'sha ziyonli sog'lig'imizga ziyon qiladigan, bizani kasalliklarga olib keluvchi mahsulotlarni iste'molini kamaytirishimiz lozim. Birinchi o'rinda bu tuz. Nima uchun biz bilamizki, tuz haddan tashqari ko'p iste'mol qilinsa, qon bosimi kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin, infarkt, insultlarga sabab bo'lishi mumkin. Mana oxirgi ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, hattoki tuz semirtirar ham ekan. Bilamizki, yog' semirtiradi. Lekin ko'pchilik bilmaydi shakar semirtirish haqida. Ko'plar yoshligidan shirin narsalarga o'ch bo'ladi, shirin ichimliklarga, shirin qandolat mahsulotlariga, har xil pishiriqlarga. Shunda biz iste'mol qilgan shirinlik bizda badanimizdan chiqib ketmaydi. Uni bizning badanimiz quvvat manbai bo'lgani uchun shirinlik yog'iga aylantirib, aynan qorin sohasiga yig'ishni boshlaydi. Shuning uchun semizlik qorin sohasidan boshlanadi. Birinchi inson qorin qo'yadi, keyin yana semirishni boshlaydi. Shuning uchun albatta o'sha tuz, shakar iste'molini chegaralash lozim. Aynan yoshlikdan boshlab. Chunki agar yoshlikdan insonning og'zidagi retseptorlar bunga o'rganib qolsa, keyin o'sha narsani talab qilaveradi. Mana masalan, biz ko'ramiz, afsuski kichkintoylarimizga har xil mana chipslar beriladi, tuzli, sho'rtang narsalar. Keyin bolajon sho'rtang narsalarni qidirishni boshlaydi. Unga hattoki me'yorda tuzlangan ovqatlar tuzi kamdek tuyuladi. Keyin shakari qanchalik ko'p yesa, yana so'rayveradi. To'g'rimi? Masalan, do'konga kirsa bolajonlar nima so'raydi? Aynan o'sha tuzi ko'p yoki shakari ko'p narsalarni so'raydi. Bu asosiy tamoyillar. Lekin mana masalan yana bitta narsaga e'tibor berardim. Bizda ilmiy izlanishlar ko'rsatadiki, biz o'zimiz boy bo'lib turib, masalan o'sha yong'oq, pista urug'larga o'zimiz kam iste'mol qilar ekanmiz. Uni albatta haddan tashqari ko'p iste'mol qilib bo'lmaydi. Chunki ularda yog'lar bor, ular yog'lar semirtiradi. Lekin masalan shu yong'oq, pista, bodom, urug'larni kamida 30 gram yetadi. Erkaklarga 60 gramgacha, ayollarda 30 gram. Bir sutka davomida. Bemalol o'sha tushlik bilan kechki ovqat orasida biroz shuni tamaddi. Masalan, ofisda o'tirganlar ko'plar oldiga shirin ichimliklar olib kelib qo'yishadi. Har xil pishiriqlar, shokolad, konfetlar. Shuning o'rniga shu foydali yong'oq, pista, bodomlarni qo'ygan ma'qul. Endi yana nima aytsa bo'ladi? Mana ishlov berilgan go'sht. O'zi umuman qizil go'sht qanchalik ko'p iste'mol qilinsa, shunchalik sog'liq uchun xavfli. Nimaga? Chunki qizil go'shtda yog' ko'p. Hayvon yog'i, ya'ni to'yingan yog'. Ular o'sha aterosklerozga, ya'ni tomirlarning qarishiga olib keladi va bu kasalliklarga sabab bo'ladi. Va yana ishlov berilgan go'shtlarimiz bor. Masalan, o'sha qazi qartalar. Ularda tuz ko'p-ku. Ular aynib qolmasligi uchun albatta tuz solinadi. Tuzi ko'p narsani iste'molini biz gaplashdik. Keyin kolbasa, sosiskalarni. Ularni haddan tashqari har kuni iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi. Nima uchun? Chunki isbotlanganki, agar har kuni kamida 52 gram kolbasa, sosiska iste'mol qilinsa, saraton xavfi, aynan yo'g'on ichak saratoni xavfi 11% ga oshadi. Shuning uchun ayniqsa bolajonlarimizga ham har kuni kolbasa, sosiskalarni berish tavsiya qilinmaydi. Asosiy ovqatlanish tamoyillari shu. Kundalik ratsionda organizm ehtiyojiga mos taomlarni tanlashga nimalarga ahamiyat berish lozim? Bilasizmi, biz xohlagan taomni iste'mol qilishimiz mumkin, lekin uni to'g'ri tayyorlash kerak. Masalan, biz osh palov yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi? Osh palovga yog'ni haddan tashqari ko'p qizdirib yuborish kerak emas. Bizda oshpazlarimiz juda ham yaxshi ko'rishadi. Olovni baland qilib, baland olovda go'shtlarni, piyozlarni qovurishib. Nimaga baland olov tavsiya qilinmaydi? Chunki baland olovda o'simlik moyida kanserogen, ya'ni saraton kasalligini keltirib chiqaruvchi moddalar ko'payadi. Shunda mana qovurib oldik go'shtimizni, piyozimizni. Endi masalan qo'y go'shti bo'lsa, maksimal darajada yog'ini olib tashlashga harakat qilish kerak. Nima uchun? Masalan, kimdir ozg'in bo'lsa, iste'mol qilsa bo'ladi. Lekin semizlikka moyil bo'lgan insonlarda albatta yog'ini maksimal darajada olish kerak. Keyin masalan
o'sha sabzi solinadi, juda ham yaxshi. Agar bu oshga zig'ir moyi solinsa ham foydali, chunki u omega 3 yog' kislotalari bor o'simlikli. Keyin guruch aytganimdek, masalan, bir haftada bir marta agar oq guruchdan qilinsa, ikkinchi marta yeyilsa, o'sha qo'ng'ir guruchdan qilgan ma'qul. Chunki palov o'zi yaxshi ovqat. U chunki guruch o'sha parda pishadi, ya'ni o'sha yog' ta'sirida pishadi. Unaqa qovurilgan, unaqa zararli hisoblanmaydi. Lekin albatta o'sha agar butun donli bo'lsa va bilasizmi, mana ko'plar bilamiz, afsuski milliy taom shoxobchalarida ovqatli mazali bo'lsin deb hattoki novvot solishini eshitganman. Bu ham juda noto'g'ri. Mayiz solishi mumkin, o'sha no'xatli solishi mumkin uy sharoitida. No'xat ham o'sha dukkaklilar juda foydali, o'simlik oqsillari hisoblanadi. Ularda ozuqa tolalari bor. Shuning uchun har bitta ovqatni ham to'g'ri tayyorlansa, hech qanday ovqatlarga qarshi ko'rsatmalar yo'q. Ba'zida biz o'sha uy sharoitida, ya'ni o'sha sabzavotlarni ham juda qattiq qovuramizda. Bu ham salbiy ta'sir ko'rsatadimi? Bilasizmi, o'sha juda yuqori olovda qovurish hamma ovqatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nima uchun? Masalan, agar sabzavotlarni kuyish darajasiga olib kelsa, bu albatta ziyon, saraton kasalligi keltirib chiqarishi mumkin. Eng qizig'i shundaki, mana biz go'shtni qovuramiz yoki kabob ko'rinishida iste'mol qilamiz. Nimaga kabob mazali? Nimaga biz uni iste'mol qilgimiz keladi? Chunki o'sha yuqori olov ta'sirida kabobni ustidagi oqsilda shakar paydo bo'ladi. Shuning uchun bizning og'zimizga yoqadi. Bu glikerlanish jarayoni deyiladi. Shuning uchun hech qaysi ovqat mahsulotini kuchli olovda o'sha siz aytgandek qattiq qovurish tavsiya qilinmaydi. Rahmat. Yana bir ilmiy farazlar bor, ya'niki bu o'sha intervallardagi ochlik. Bu nima? Interval ochlik biz hayotimizda juda ko'p ko'ramiz. Masalan, o'zimizni ro'za tutish. Bu ayrim ilmiy tadqiqotlar, izlanishlar natijalariga ko'ra juda foydali. Lekin men sizga endokrinolog shifokori sifatida aytaman, agar inson interval ochlik qilib, jismoniy harakat qilmasa, bu sog'liq uchun ulkan ziyon. Nimaga? Chunki biz jismoniy harakat qilmaganimizda biz ozamiz, lekin biz yog'imiz ketmaydi, bizda mushak ketadi, bizani go'shtimiz ketadi. Bu sarkopeniya kasalligi hisoblanadi. Bizda qanchalik go'sht ko'p bo'lsa, bu sog'liq, yoshlik alomatidir. Qariyalarimiz nimaga kuchdan qoladi? Chunki yosh o'tgan sayin ularda go'sht, mushak kamayadi. Shuning uchun albatta interval agar ochlik bilan shug'ullansa inson, albatta jismoniy faollik bilan shug'ullanish kerak. Chunki agar ro'zada ko'p yengil aniqlangan qandli diabet 2-turi bemorlari murojaat qilishadi. Ular o'zini ayiydi-da, interval ochlik davomida ro'za paytida ayab, qornim ochib qolmasin deb kirib yotishadi. Bir tomondan ozadi, lekin aynan aytganimdek mushak ketadi. Keyin bu psixologik ziyon qilish mumkin. Nima uchun? Chunki masalan inson agar och bo'lib, faqat ovqat to'g'risida o'ylasa, u o'sha og'iz ochganda, iftorlikda, umuman o'sha interval ovqatlanish oxirida 8 soatli ovqatlanishga kelganda haddan tashqari ko'p ovqat yeb qo'yadi. To'g'rimi? Shuning uchun albatta hamma narsa me'yorida bo'lish kerak. Shuning uchun interval ochlik tibbiyotga aynan 100% tavsiya qilinadi degan usul emas. Xalqimizda shunday naql bor, qush uyasida ko'rgani qiladi deyshadi. Bolalarni sog'lom ovqatlantirishga o'rgatish, sog'lom turmush tarziga o'rgatishda ota-onalar nimalarga ahamiyat berish lozim? Nimalarni o'zlari o'rnak sifatida olishlari kerak? O'rnak bo'lish beqiyos ahamiyatga ega. Nima uchun? Masalan, bolajoningizga shirin narsa ichma deb o'zingiz ichib tursangiz, bu albatta salbiy ta'sir qiladi. Siz ichyapsiz-ku, oyijon, adajon deyishi mumkin. Men tavsiya qilardim, uyga umuman shirin narsalarni xarid qilmaslik. Nimaga? Chunki xarid qildikmi, biz unga talpinamiz. Ichkimiz keladi, ichimlik bo'lsa, yegimiz keladi agar qanaqadir shirinlik bo'lsa. Va albatta biz bilishimiz kerak, bola agar yoshligidan sog'lom ovqatlansa, tuzi kam iste'mol qilsa, shakari kam iste'mol qilsa, o'z vaqtida uxlasa, jismoniy faollik qilsa, shunda barkamol, sog'lom bo'lib o'sadi.
va umuman oila a'zolarining hammasi sog'lom bo'ladi. Mana yana bitta narsa bor. Biz hozir maktablarda shu sog'lom turmush tarzini targ'ib qilmoqdamiz, chunki ota-onalar bilmasligi mumkin bu axborotlarni. Bolajonlar yetkazishi mumkin. Mana biz Yaponiya davlatini amaliyotini o'rganganimizda bizga aytib berishdi. Maktabida sog'lom ovqatlanishga amal qilinar ekan, keyin o'sha ovqatni borib ota-onasidan so'rar ekan bolajonlar. Menga maktabimda mana shunaqa ovqat berishdi, menga juda ham yoqdi, qilib beringlar deb. Bu yerda bola ota-onani o'rgatar ekan. Shuning uchun albatta ota-onalarga maslahat bergan bo'lar edim. Mana shu sog'lom turmush tarziga oid maslahatlarga rioya qilishlarini, izlanishlarini, bolajonga to'g'ri yo'l ko'rsatishlarini niyat qilib qolardim. Yana bir holat, shu bolalarimiz baribir injiqlik qilgan holatda ovqatdagi qaysidir sabzavotni, sabzini, kartoshka yoki sholg'om nima yeyishdan bosh tortishadi. Shunday vaqtlarda ularga mana shu sabzavotlarning vitaminlarini o'rnini to'ldirishda nimalar qilish lozim? Ayrim ota-onalar bolajonlarga ham o'sha biologik faol moddalarni berishni odat qilishgan. Endi masalan, agar bola juda kichkina bo'lsa, uni tushuntirish qiyin bolaga. Uni foydaliligini. Bunda men masalan uni o'rnini qoplash uchun qanaqa dori vositalar berish tavsiya qilmagan bo'lardim. Nimaga? Chunki bizani bolajonlar organizmi shunaqaki, ular o'sha o'ziga yetarli narsani boshqa narsalardan olishi mumkin. Masalan, bir gal yemadim, ikkinchi gal yeyishi mumkin, iste'mol qilishi mumkin. Masalan, dorilarga oshiqmaslik kerak. Nima uchun? Chunki baribir bu sun'iy narsa-ku. Isbotlanganki, o'sha sun'iy chuqur ishlov berilgan mahsulotlar bizani ichki mikrobiotamizga salbiy ta'sir qiladi. Agar masalan bolani tishi chiqdimi, o'zi chaynash anaqasiga ega bo'ldimi, o'shanda sabzavotlarga o'rgatsa, katta bo'lgan sari u o'rganishi oson bo'ladi. U injiqlik qiladi. Agar kichkinagidan bermaganda, birdan berdi. Mazasi yoqmaydi-ku, tushmaydi-ku bolajon. Shuning uchun sekin-sekin qanaqadir aldab, shunaqa harakatlar bilan albatta vaziyatdan chiqish maslahat berilgan bo'lardi. Bilamizki, o'zimizda to'y, hasham, bayram, tadbirlar juda ko'p uchraydi va bunday vaqtda biz ba'zan sog'lom turmush tarzi tamoyillarini chetlab o'tamiz yoki qilayotgan parhezimizni chetga suramiz va palab partish, iste'mol qilishga o'tamiz. Mana shunday holatlarda, o'sha bayram dasturxonlarida to'g'ri ovqatlanishda nimalarga e'tibor berish lozim? Agar masalan bu tez-tez bo'lmasa, kunora bo'lmasa, bir haftada bir, 2 haftada bir, bu ziyoni yo'q. Lekin agar bu qaytalanaversa, tez-tez bo'ladigan bo'lsa, albatta ziyon qiladi sog'liq uchun. Qaysidir masalan ovqatni o'sha iste'molni salatlardanmi yoki meva sabzavotlardan nimalardan boshlash lozim? Ya'ni o'sha kaloriyasini chetlab o'tsak ham tartibini to'g'ri olib borish uchun. Sog'lom ovqatlanishi tartibi bor. Juda ham to'g'ri bo'ladi agar biz ovqat iste'molimizni suyuqlikdan boshlasak, ichimlik suvidan boshlasak. Nima uchun? Chunki biz o'sha ichimlik suvini iste'mol qilganimizda bizani badanimiz to'yish jarayoni boshlanadi badanimizda. Shunda bizda ikkinchi narsa iste'mol qiladigan narsa bu sabzavotlar. Sabzavot o'zi bo'ladimi yoki salat ko'rinishidami? Shunda e'tibor berish kerak. Masalan, magazin mayonezdan emas. Nimaga? Afsuski, magazin mayonezlarida trans yog'lar ko'p. O'zimiz uy sharoitida mayonez qilishimiz mumkin. Juda oson mayonez qilish. Ikkita tuxumni xohlasa qovurilgan, xohlasa xom, xohlasa suvda pishgan holda ozgina anaqa solinadi, o'simlik moyi solinadi, keyin tuz, limon, shuni blenderda yoki aralashtirilgan, yaxshilab aralashtirsa, tayyor uy sharoitida mayonez bo'ladi. Mana shuni ishlatsa bo'ladi. Ya'ni salat ko'rinishida sabzavotlar, keyin oqsilli narsalar, go'sht masalan, agar semizga moyillik bo'lsa inson go'shtni alohida, keyin uglevodlarni alohida yeyish kerak. Masalan, guruch yoki xamir mahsulotlarini. Va oxirida ozgina meva sabzavotni desert ko'rinishida yeyish mumkin. Bizda mana mehmondorchilikda hamma narsa birga olib kelinadi. Dasturxonimizda masalan mevadan boshlanadi. Mevada shakar bor. Shakar bizani yana qornimizni ochtiradi. Yoki birinchi qornimizni to'xtatib turib qo'yadi-da, saldan keyin yana tez ochadi qornimiz.
Shuning uchun albatta bu yaponcha ovqatlanish usuli deyiladi. Bu isbotlangan. Ya'ni agar inson ozmoqchi bo'lsa, sog'lom ovqatlanishmoqchi bo'lsa, aynan shu ketma-ketligida ovqatlanish maqsadga muvofiq. Sog'lom turmush tarziga amal qilgan holda to'g'ri ovqatlanadigan insonlar qanday kasalliklarni chetlab o'tishadi? Avvalambor o'sha semizlik. Semizlik bilasizmi, o'sha qandli diabet 2-turidan boshlab hattoki depressiyaga ham sabab bo'lishi mumkin. Uni orasida o'sha infarkt, insultlar, o'sha to'satdan o'lim, qon bosimini oshishi, o'pkani surunkali obstruktiv kasalligi, saraton, ayniqsa mana yo'g'on ichak saratoni, mana masalan ayollarda ko'krak bezi saratoni bor. U aynan o'sha noto'g'ri turmush tarzi bilan shug'ullanuvchi ayollarda ko'proq bo'ladi. Shuning uchun albatta mana shu tamoyillarga, sog'lom turmush tamoyillariga asoslangan hayot kechiradigan insonlarda bu kasalliklar kuzatilmaydi. Yana bir savol, hozir mana yoz kunlarida biz odatda o'sha gazli, shirin ichimliklarga yoki o'ta sovuq holdagi ichimliklarga ruju qo'yamizda. Bu qanchalik to'g'ri? Mana shunday ichimliklarni ichish me'yorlari bormi yoki mana shunday issiq kunlarda salomatlikni saqlagan holda qanday qilib o'sha suvsizlikni oldini olish mumkin? Tabiiyki, issiq kunlarda biz ko'p terlaymiz. Bizani ichimizdan o'sha suyuqlik chiqib ketadi. Albatta uni o'rnini to'ldirishimiz kerak. Endi eng yaxshi to'ldiradigan narsa o'sha meva va sabzavotlarni butunligicha iste'mol qilish. Suvdan tashqari albatta, suv ham iste'mol qilish kerak. Mana masalan, ko'plar o'sha siz aytganingizdek muzdek narsalar ichkisi keladi. Bir tomondan masalan muzdek narsadan yoki issiq narsadan qo'rqish kerak emas, chunki bizning badanimiz shunaqaki, biz ichishimiz bilan bizning badanimizda u o'zini o'sha 36 gradusga to'g'rilab oladi o'sha xohlagan suyuqligingizni ichimizda o'tgan sayin. Lekin masalan kimdir shamollash kasalliklariga, tomog'ida o'sha angina kasalliklar moyilligi bo'lishi mumkin. Ularga albatta tavsiya qilinmaydi muzdekkina suv ichish. Endi albatta umuman hattoki suv bo'lmagan kunlarda ham men o'sha gazlangan yoki gazlanmagan shirin ichimliklarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilishni tavsiya qilmagan bo'lardim, chunki ular yanada chanqoqni oshiradi. Eng yaxshisi masalan o'sha bizani sutli mahsulotlarimiz, mana kefirlar bo'ladi. Shularni iste'mol qilgan yaxshi, muzlatilgan holda. Masalan o'sha chalob deydi yoki okroshka ko'rinishida. Nimaga? Chunki ular ham bizani tezroq suyuqlik bilan ta'minlashga yordam beradi. Insonlar o'zlarining salomatliklaridan kelib chiqqan holda yana nimalarga amal qilishlari lozim? Ilmiy natijalar ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston aholisiga birinchi o'rinda oziqa tolalari yetishmaydi. Shuning uchun tavsiya qilgan bo'lardim. O'sha yana bir bor qaytaraman, meva sabzavotlar, butun donlarni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak, kanda qilishimiz kerak emas. Agar qandaydir kasalliklar bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Chunki masalan qaysidir kasallik, mana qandli diabet 2-turiga o'ziga xos ovqatlanish rusumi bor. Yuriy qon tomir kasalliklarida xuddi shunday va hokazo. Masalan, boshqa odamlarning gapiga ishonib, o'zini sog'lig'iga ziyon qilish menimcha noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun albatta sog'lom hayot kechiringlar, sog'lom ovqatlaninglar va farovon hayot ko'ringlar. Rahmat sizga kattakon, tashrifingiz va mazmunli suhbatingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, tomosha qilganingiz sog'lom hayot ko'rsatuvi edi. Ko'rsatuvimizda berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bebaho boyligimiz salomatlikni asrash har birimizning o'z qo'limizda. Yana keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.